Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Bugungi issiq barchani juda qiynab yuborgan bo'lsa kerak. Xo'p, do'stlar, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan mana shu dasturni ko'rib chiqamiz. Dasturimiz manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanib kriptovalyuta ishlab olishlaring mumkin bo'ladi. Hop, ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Shunchaki email pochtalaringni kiritasizlar, bo'ldi do'stlar. Hop, bu yerda biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu dali bonusda kunlik bonusni olishimiz mumkin. Keyin bu yerda do'stlar turli o'yinlar bor. Mana shunaqa o'yinlarda o'ynab, rasmlarni yig'ib, turli o'yinlarni o'ynagan holda do'stlar biz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, do'stlar, dastur manzilimiz kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanib ishlashlaring mumkin. Dasturni barchaga tavsiya etamiz. Shunchaki kirasiz, o'ynaysiz. O'zingizga kerakli bo'lgan miqdorda yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, dasturimiz 100% to'lovda do'stlar. Barchaga dasturni tavsiya etib qolaman. Bo'ldi, biz o'yin o'tdik. Hop, mana shu tarzda o'ynashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda juda ham ko'p. Bu yerdan referanni silkangiz topishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bu yerdan bu dasturimizdan pul chiqarishimiz uchun point tugmasini bosamiz. Hop, bizda mana shunday oynalar ochiladi do'stlar. Dogecoin barcha kriptovalyutalar bor. Hop, Tron'ni tanlaymiz do'stlar. Hop, Binance do'stlar, Binance'dan TRK adresni olishimiz kerak bo'ladi. Binance'dan hop, Confirm tugmasini bosamiz. Bizda do'stlar 13.199.753 ta pointimiz bor ekan. Bu 0.43 Tronga teng ekan do'stlar. Hop, tasdiqlashni bosdik do'stlar. Hisobimizdan hop do'stlar, hisobimizdan ketdi. Endi keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. Hop, keyingi dasturimiz Solana Faucet. Bu dastur ham 100% to'lovida do'stlar. O'tib bemalol foydalanib kriptovalyuta ishlab olishlaring mumkin bo'ladi. Bunda ham ro'yxatda juda ham oson do'stlar. Barchasi bir xil do'stlar. Bunda hamma oldingidek o'yinlarni o'ynab pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, Getcase. Qancha ko'p narsa ochsak, 146 Solana ishlabmiz. Hop, do'stlar, bunda ham turli o'yinlar bor. O'yinlarni bekorchi vaqtda o'yinlarni o'ynab ishlashimiz mumkin. Kunlik bonusi bor do'stlar. Kupon bonusi ham bor. Bu bonuslarni qayerda olamiz desangiz, Facebook va Telegram kanallarida olishingiz mumkin bo'ladi. Va pastda referanni silkaningiz ham bo'ladi. Hamyon bo'limini bosamiz. Bu yerdan do'stlar har kuniga turli odamlar, turli davlatlardan pul chiqarishadi. Hop, Izrael tugmasini bosamiz. Binance'ga chiqarishimiz mumkin ekan do'stlar. Binance'dan Smart Chain BIP20 adresni topasiz. Shunga chiqarishimiz mumkin. Hop, ketdi do'stlar. Endi Binance'ga kirib ko'ramiz. Hop, do'stlar, o'zi mana keldi o'ziga. Hop, dastur 100% to'lovida.
Hop, binasiga kirib oldik. Profil bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan do'stlar salonga keldi va Tron hali yetib kelmabdi. Tronimiz endi kelib qoladi. Hop, bu yerdan asosan salonga 100% to'lab bergan do'stlar. Hop, Tronda ham oxirgi to'lovni ko'ramiz. Istoriya, visiya, hali yetib kelmabdi Tronimiz. Lekin do'stlar 100% to'lovda dasturimiz bir kun davomida to'lab beradi. Hop, barchalaringga dasturlarni bu yerdan ko'rishimiz mumkin. 5 bo'ladi. Mana bu yerda do'stlar 0.02 mi? Shu 0.45 ga aylanadi do'stlar. Hisobimizga kelib tushishi bilan dasturni barchalaringga tavsiya etaman do'stlar. Ikkala dastur ham 100% to'lovda o'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha internetda kriptovalyutaga qiziqib o'yinlar o'ynab pul ishlayman degan do'stlaringizga videorolikni jo'natib qo'ying va Telegram guruhimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang.